3 minutda gilam yuvish korxonasidan $1000 ishlaganman-da. O'zi boshda bu qanaqa bo'lganman, o'zi ularga telefon qilganman, gilamlarimni yuvdirish niyatida. Gilamlarimni olib ketishdi. Bir haftadan keyin telefon qilishyapti, "Opa, gilamlaringiz tayyor, qachon borib beraylik" deb. Xo'p, ular уже kelgandan keyin men ulardan qiziqib so'radim va Instagraminglarni yaxshi yurg'izar ekansizlar dedim. Keyin o'zi mobilografiyalardan takoy kreativniy roliklarni olar ekan dedim. Keyin u bola aytib qoldiki, "Men o'zim mobilografman" dedi. Keyin ulardan shu qiziqishni boshladim. Bukletlar kelyaptimi, targetlarni yopasizlarmi, qanchalik ko'p kelyapti deb. Undan keyin mendan so'radilar, "O'zingiz nima bilan shug'ullanasiz?" deb. Keyin men aytdim, "Men o'zim targetologman, SMM mutaxassisiman" dedim. Keyin ular aytib qoldilarki, "Voy, biz как раз" dedi, "boshqa bitta korxonani ochamiz, endi biz alohida chiqamiz" deb. Bizga как раз kerak deb o'zi shunaqa odam deb. "Sizlar qanaqa gaplashsak bo'ladi, o'zi xizmatingizga nima kiradi" deb so'rayapti-da. Uyimgacha chiqayotganda bo'layotgan narsa-da. 3 minut уже uyimga chiqishda masalan. Shu paytning orasida уже suhbatda men ularga o'zimni sotaman.